Assalomu alaykum bolajonlar. Yana qiziqarli o'yinlar o'ynashni boshlaymiz. Demak, mana 3 tadan ishtirokchilarga andolar berilgan, shashkatto donalar berilgan. Mana bu yerda 5 tasi turibdi. Kimda-kim demak bitta-bittadan chertib, kimda ko'proq mana bularni qulatadigan bo'lsa, mana bu mevalarning birini nima qiladi? Qo'lga kiritadi. Tayyormizmi? Birinchi endi Sarvar boshlab beradi. Sarvar chert. Yerga qo'yib chert. O'sha yotqizib qo'yib chert. Yotqizib qo'y. Muslima qilib qo'ydi. Voy. Yo'q, demak muslima bitta, muslimaniki ikkita. Sarvar yo'q. Muslima 3 ta. Sarvar bitta buni qilaman. Demak, bu o'yinda kim g'olib chiqdi? Muslima g'olib chiqdi, demak. Apelsinni qo'lga kiritdi. Qana demak, nechta bo'ldi apelsining? 6 ta. 6 ta apelsin. Endi 5 ta. 2 ta, 3 ta olmaydi, to'g'rimi? Senki Endi bitta olma. 5 ta apelsin. Ha, sen ham faolroq bo'l, Sarvar. Uyaltirib qo'yma. Xayr bolajonlar.